Yaxshi ishlarimni qilib bo'ldim va ozgina stop eshik taqilladi do'stlar, hozir ochib ko'raman. Ha, Jitel, nima bo'ldi? Samiko, quduqning ichida qandaydir eshik ko'rdim. Qanaqa quduq? Yur ko'r, qandaydir quduqning ichida eshik bor. Hozir shoshmay tur. Hozir borib tekshiraman. Hammaga salom bolalar, sizlar bilan yana Samikoga xush kelibsiz yangi videomga. Jitel yana qanaqadir quduqning ichida eshik ko'rganmish. O'shani oldiga borishim kerak. Men hozir o'zimga narsalarni olib olaman va tomoqimni tozalashim kerak edi-ku, hammalik endi shu bilan keyin tozalayman, короче. Va bo'ldi. Ovqatlanib ham oldim. Endi do'stlar, qani chiqib ko'raman. Hozir Jitel ko'rib kelaman, qanaqa eshik ekan. Do'stlar, u quduqning ichida qandaydir eshik ko'rganini aytdi. Shuni ko'rishim kerak va nima bo'ldi va stop. Nima bu? Do'stlar, qandaydir eshik ko'rdinglarmi sizlar ham? Hozir ham qandaydir eshik turibdi. Hamma do'stlar, hozir tushib ko'ramiz. Undan oldin men narsalarimni olib olishim kerak. Ha, Jitel ko'rdim, haqiqatan ham quduq bor ekan. Hozir uni oldiga tushib ko'raman. Hamma do'stlar, narsalarimni olib olishim kerak, tushish uchun kerakli. Masalan, birinchi o'rinda shlemni olib olishim kerak. Bu yerda hamma narsalar bo'lishi mumkin. Yana bilmadim va qilichimni olib olaman va do'stlar, tushishga tayyorman. Do'stlar, endi tushishim kerak. Jitel, sen turib tur, men mana shu yerda tushib kelaman, ishlarim borligini ko'raman. Hamma do'stlar, qani ichga tushamiz. Ichida nima bor ekan? Qani asta tushish kerak, do'stlar, suv va do'stlar, ochish kerak mana bu yerda. Va bo'ldi do'stlar. Stop. Bu nima bo'ldi do'stlar? Parkurmi? Do'stlar, yerda lava, bu yerda bu joy nima qilyapti o'zi? Yo-mayo do'stlar. Mana bu yerda eshik ko'ryapman va mana bu yerda qandaydir lava va parkur. Do'stlar, mayli, parkur easy men uchun. Hozir do'stlar, parkurni o'taman va 1 2 oppa o'tdim va 3-chi oppa, yaxshi. Unisi keyingisiga ham yaxshi va oxirgisi va oppa. Do'stlar, mana nihoyat sakrab bo'ldim. Endi esa mana bu yerdan chiqamiz. Mana bu yerda eshik bor ekan. Stop. Bu yer qanday pastlik bo'ldi do'stlar endi. Mayli, bu yerga ham tushib ko'raman. Bu top qilishimni olib olishim kerak. Bu yerda hamma narsa bo'lishi mumkin. Va bu yerda hozir eshik olib olay va ko'raman va nima do'stlar, pastda shunchaki lava, bu yerda hech qanday narsa ham yo'q-ku. U yerga qanday o'tamiz do'stlar endi? Yo-mayo, lavani qaranglar, tushib ketsak bo'lamiz. Do'stlar, mana bu yerda qandaydir blok bor ekan. Menimcha shu yerga sakrash kerak. Ha, bo'ldi do'stlar, tushundim. Demak, biz ko'rmas bloklarning ustiga sakrashimiz kerak. Yaxshi do'stlar. Mana bu yerga sakraymiz endi, mana bu yerda ham bor va mana bu yerga bor ekan. Mana bu yerga ham sakraymiz, yana qayerda bor? Va do'stlar, mana bu yerda bor ekan. Yaxshi va oppa, yaxshi. Demak, mana bu yerda oxirgisi bo'ladi. Va do'stlar, bu yerga yo-mayo, bu yerda do'stlar, zombilarni qaranglar, mutantlarni. Bu yerga kirsam, stop, mana bu yerda sandiq bor ekan. What the heck? Do'stlar, buncha ko'p narsalar. Bu yerda orujalar, kimlar, bomba, yo-mayo do'stlar, bularni solib qo'yib o'zimga manalarni olib olaman, zombi uchun urushishga. Do'stlar, orujalar bor ekan, do'stlar, pulemyot, bu yerda granatalar olib olamiz va kimni olib olamiz. Va bo'ldi do'stlar. Stop, o'zimni shlemni yechib qo'yishim kerak. Bu yerda tayyor kimlar bor ekan. Hammayli bularni qo'yib olaman va bo'ldi do'stlar. Do'stlar, nega endi bular bilan urush qilishimiz kerak ekan? Mayli do'stlar, urush qilib keyingi joyga boramiz. Mayli do'stlar. Demak, men bularni kiyib olishim kerak. Do'stlar, kiyimni qaranglar, qanchalik qimmat kiyim bular do'stlar. Urush uchun juda kuchli kiyimlar do'stlar. Qani kiyib ko'ramiz. Do'stlar, kimni nechta baho qo'yasizlar? Kommentariyga yozib ketinglar. Menga yoqdi lekin, hammayli do'stlar. Mana bunda orujamni olib olaman va pulemyot o'q inventarda turadi va bombalarni, granatalarni olib olish kerak. Chunki do'stlar, bombalarni otamiz, chunki zombilarga agar avtomatimiz buzilib qolsa yoki otilmay qolsa, hammayli. Do'stlar, birinchi optimni yeb olish kerak va hammaga o'lasan. Do'stlar, bu yerda zombilarni qaranglar. Yomon dedi. Mayli do'stlar, yaxshi. Do'stlar, hammasini o'ldirish kerak va bu yerda bitta ham yo-mayo do'stlar, hammasi keldi. Yashirinish kerak do'stlar. Bo'ldi. Yo-mayo, hammasi keldi. Yaxshi. Hammasini o'ldirish kerak. Yaxshi, bularni ham o'ldirdim. Do'stlar, bu yerda mutantlar ham bor ekan. Bu yerda yaxshi. Do'stlar, endi ko'rishimiz do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hozir endi
Hamma narsani o'ldirib bo'ldik. Menimcha do'stlar bitta ham qolmadi. Do'stlar shuncha pistoleti bor ekan bularni. Yo-mayo, bular uncha ko'p. Do'stlar qaranglar, undan nimadirlar ham tushdi. Yo-mayo, granatani olib ko'rdik. Mayli do'stlar, granata lekin kerak bo'lmadi. Hamma do'stlar endi bularni tashlab yuboramiz. Chunki zombilar bilan urushib bo'ldik. Boshqa narsalar yo'q deb o'ylayman. Hamma ketdik. Mana bu qanday blok bo'ldi ekan? Obsidianni bunaqa versiyasi mayli. Do'stlar, endi mana bu yerga kirib ko'ramiz do'stlar. Va bu yerda nima bor ekan? Qani ochamiz eshik. Bu yerda ham eshik. Bu yerda ham eshik. What the heck do'stlar, bu yerda nimalar bor? Qanday o'tamiz bu yerdan? Shuncha eshik do'stlar. Bular ustimizdan kulyaptimi deyman-da. Qani mayli, bu yerda ham ochamiz. Bu yerda ham ochamiz do'stlar. Tugaydimi, tugamaydimi? Bularni ham ochamiz. Bularni ham ochamiz. Bularni ham ochamiz. Yo-mayo, what the fuck do'stlar, bular buncha ko'p. Do'stlar, hali tugamayapti-ku bu eshik. Yo-mayo. Kim qurgan ekan bu joyda? Yomon qiziqyapman-da. Bu yerga shuncha eshiklar qo'yib tashlagan asab buzish uchun. Kim qurganini topsam bo'g'ib o'ldiraman. Shuncha joyda bosib o'tdik. Mayli do'stlar, bu yerda ham borish kerak. Do'stlar, hali tugaydimi, tugamaydimi bu eshik? Tugaydimi? Mayli, davom etamiz do'stlar. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Va hali kelmadik oxiriga do'stlar. Hali boramiz, yaxshi. Do'stlar, bu tugaydimi, tugamaydimi? What the heck? Mayli, yana borib ko'ramiz. Bu yerda ham yaxshi. Bu yer do'stlar, mana qo'yib keldik. Do'stlar, ancha yurdik. Yo-mayo, mana bu yerda qaranglar, qancha eshikni ochib o'tdik. Bu eshiklarga qaraganda FPS ham chiqib ketyapti. Mayli do'stlar, buni ochib ko'ramiz. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir men ochib ko'raman. 1 2 3 ketdi. Nima? Shuncha o'tgan joyimdan shunchaga narsami? Yo'q, yaramaslar. Shuncha o'tgan joyimdan yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yaramaslar. Shuncha o'tdim, hozir kim topgan bo'lsa ham urib o'ldiraman. What the heck?